Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom emas. Tinchlikmi nimaga keldingiz? Oyijon, men Bilaman nimaga kelganingiz. Boring keting. Guldek qizimni sizga berib xato qildim. Ajrashadi. Bitta bolasini o'zim boqib ola olmayman. Uyalmay kelganini qarab yetayini. Qizim, nima qilib turibsan sen bu yerda? Oyijon, bolamni yetim qilish niyatim yo'q. Insof kirib qolar balki ularga. Savbekro. Onasiga qara. Sen qiziqonli qilib 2 yoshda orasiga tushma. Ertaga ikkalasi yaxshi bo'lib ketadi, o'zing yomon bo'lib qolasan onasi. Adasi, men ham qizim oilasini buzish niyatim yo'q. Hamma jahlda, loqalangan suv tinsin. Ham chiqib voz ko'ngil o'zim chiroy qilib tushirib qo'yaman, hop. Keling kuyov. assalomu alaykum. Adajon, yaxshimisiz? Yaxshimiz kuyov bola? Uydagilar yaxshimi? Menga qarang. SMS-da yozgan ekansiz, ko'chada yurar ekansiz. Nima qilasiz? Xotiningizga kelib o'sha yerda erkaman qilib. O'chirib tashlab, cho'rniga tiqib, "Nega kirmaysizmi bolam?" Bolam, bilaman yozsiz. Hozir ko'chada nima ko'p? Har xil kasalliklar ko'p, har xil spitlar ko'p. Bitta yuqtirib olsangiz, o'sha 5 minutlik lazzati deb butun umr hayotingiz mana shu azobda o'tadi. Yurganingiz bitta sizga emas, buni bolangizga, xotiningizga, qolaversa bizga ham deya. Tushundingiz bolam? Bolalarim, arzimagan bunchagina narsani deb butun hayotingni harom qilishmang.